Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun 2025-yil 3-may va bizda qulupnaylar ikkinchi partiya pishim boshlandi. Mana pishib kelmoqda. Mana shunday ikkinchi partiya gullari, hosillari mana shunday pishmoqda. Koreyskiy so'lgan. Bu ikkinchi etap hosillarimiz. Shunday qulupnaylarimiz 3-may holatida, qishdan keyingi gullar, dam olib keyingi chiqqan gullari mana shunday hosil pishib yetilmoqda. Bu yerda ham gullari haliyam chiqyapti. Gullar, hosillar mana shunday pishib kelmoqda.